Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, aziz obunachilar. Mana yana Toshkent shahridan bir xonadonimizni sotuvga qo'ydik. Manzil Toshkent shahar Qo'yliq massiv 1da joylashgan. Munis ko'chasidan. Mana shu qavatli uydan 3-etajni hozir video obzorini qilib ko'rsatib o'taman. Uy savdo o'z kanali, aziz kuzatuvchilar, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu uyimizni 3-qavatligi 70 kvadratdan iborat. Mana ko'rsatib o'tamiz mahallalarni. Mana bolalar o'yingohi bor mana. Hozir birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Mana shu uyimizni 3-qavatidan. Mana bu tomonimiz pod'ezd. Yana tepaga chiqib ko'rsatib o'taman. Mana do'stlar, uyimizga kirib keldik. Mana bismillahirrohmanirrohim. Bu uyimizni kvadrati 70 kvadratdan iborat. Bu uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, 80 ming AQSh dollari so'rashyapti. Yana ozgina o'tib beradigan joyi bor. Bemalol uy egalari bilan telefon qilib kelib savdosini qilsanglar bo'ladi. Hozir mana birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu yog'i hammom. Bu yog'i bilasizlar, hojatxona. Mana kirib kelaverishda koridor bor. Bu xonalarni ham to'liq ko'rsatishga harakat qilaman. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar aziz kuzatuvchilar. Mana keyingi xonamiz bilan tanishtirib o'taman. Mana bu yoq katta zal. Mana ko'rishingiz mumkin. Remontdan chiqqan. Yaxshi joy, qulay joyda joylashgan. Keyingi xonalarni bilan tanish. Mana do'stlar, uyimizni hujjati. Hujjatini ko'rsating deb ko'pchilik so'rashadi. Mana 67.2, lekin bu yerda 70 deyapti uy egalari tomonidan. Tasdir qog'ozi. Uy egalari tomonidan ba'zi bir narsalari qolar ekan. Mana kuxonniy mebel, konditsioner. Ko'rishingiz mumkin mana. Toshkent shahridan yuzilayotgan tanishlarga ushbu videoni yuborib qo'yishni tavsiya qilaman. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar aziz kuzatuvchilar mana. Mana bu yog'imizdan oshxona sifatida. Aziz kuzatuvchilar, shuni ham qulay joyda joylashgan. Mana qaranglar. Egalarining telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Savdosini qilsanglar bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, like bosib qo'yinglar.